Assalomu alaykum qizlarjolar, qalaysizlar, tuzimsizlar? Ishlaringiz zo'rmi, kayfiyatlar yaxshimi? Bizning ofisimizga tovarlar keldi. Toshkent ofisimizga, Mahamadjonov va Toshkent ofisimizda o'sha tovarlarni yig'ish jarayonidamiz. Bizga kelgan tovarlarni alohida mana shunaqangi polkalarimizga chiroyli qilib taxlab, qizlarimizga alohida nakladnoy orqali taxlab beramiz. Faberli kompaniyasida juda ko'p assortimentda tovar topishingiz mumkin. Uy tozalovchi mahsulotlar, soch hudi uchun, qo'l uchun, oyoq uchun, tirnoq uchun, xullas kalom sog'liq uchun hamma narsani topsanglar bo'ladi. Bizda ish qizg'in, tovarlarni sortirovka jar. Mana bunaqangi masajni bizda gilamchalar va yostiqchalar bor. Bu bizga shunaqangi qon aylanishiga yaxshi yordam berishga zo'r yordam beradi. Lecheniya sifatida uyda oilaviy ishlatamiz. Mana ko'rishingiz mumkin, rosa ham zo'r, ko'rinishi ham, tikonchalari ham, bosganingizda aylanmagan qoningiz ham aylanib ketadi. Mana shunaqa gilamchalarda yurib, bolalarni mashq qildirish ham, kattalarni mashq qildirish ham juda ham zo'r natija beradi. Oyoqni tagida bilasizlar, hamma organizm bilan bog'liq bo'lgan tochkalar bo'ladi. Ana shu tochkalar bilan ishlab berishga yordam beradigan gilamcha hisoblanadi. Bu bo'yin va tovarlarimizni o'zi klientlarimiz olib ketishni boshlashdi. Shahnoza opam zakazlar urib tashlabdilar, mazza qilib. Bitta narsaga ko'zim tushdi. Shahnoza opam, mana bu shampunni qarang, 50.900 so'mlik shampun 100 so'mga olganmiz opa. Podarkasida botanika shampun 100 so'mga. Ikkita olsangiz, uchinchisi tekin bo'ldi. Zo'r. Mana zakazlarni urib olibdilar. Zakazlarni ko'rdinglarmi? Bitta zakazning ichida nimalar bor? Sizlarga ko'rsataman qizlar. Bu oyoqni hidini ketkazish uchun sprey, 3 xil geldilar. O'sha intim gellarimizdan ikkitadan 4 ta zakaz olibdilar. Mazza qilib kiprikni uzun qiladigan tushimizdan. Bizda keyingi zakazlarimizning egasi ham tayyor holatda tovarlarni olib ketyaptilar. Mana Durdonaxon tovarlari uzun nakladnoyda tekshirish ishlari ketyapti. Nima deysan? Video olaman, sen bularni gapirgisi kelib qoladi-da. Mana shunaqa zo'r tovarlarimizni zakazlarni klientga chiqarishga tayyorlayapmiz. Men urgan zakazlarimni ko'rsataymi, qaranglar, men nimalar urganman. Endi bularni hozir sekin sortirovkasini boshlayman. Bu naski. Bitta paketchada 2 ta naski bo'ladi. Qishga sezondagi naskilarimizni hozir kompaniya o'zi skidka narxida berishni boshladi. Mazza qilib urib olib, biz zakazlarni olishimiz uchun bunaqangi podarchnik bolajonlar uchun mo'ljallangan naskichalar ham bor. Bu murskol, mana ko'rish mumkin. Nimalar? Archa o'yinchog'ini idishiga o'xshagan idishchada ichida bolajonlar uchun naskichalar bor. Bu ko'ka, bu asa, qizila, ko'rasizlarmi? Juda